bugungi sonimiz mehmoni. Tirik legendalardan. Bu yerda gaplashib o'tiramiz. Rahmat, ta'riflar uchun rahmat. Men bu borada cho'chimayman. Kompleks yo'q. Taxmin qilaman va o'zim ham qiziqaman. Ertasi kuni qanaqadir o'zini tutishi boshqacharoq. Endi ular shunaqa bir xarakter ekan, tan bergisi kelmas ekan. Otdan tushsa ham megadan xuddi shunaqaroq. Asosiy ishim o'zi pochtalyon. Pochtalyonchilik meni shu darajaga yetkazgan deb hisoblayman. Bir-simdan bu bizga yutuq olib kelgan tomoni shu bo'ldiki, nafaqat parakanda. Hal bo'ldimi? Hal bo'ldi. Albatta. Hokimiyat tomonidan o'zimizcha Toshkentdamiz bilamayki. Takoy bo'ladi. Eldor Shomurodov birinchi o'yinchini adab o'tmoqda, ikkinchisini zarba va to'p darvoza to'rida. O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati bahslaridagi birinchi goli. Shu yerda qolishimiz kerak, chunki keyin ikkita gol o'tkazib yuboramiz. O'tdan gaplashamiz shotdan. Qidiring muqaddam, qidirasiz shotdan. O'tdan nima? Ayyo. O'tdan podcast. Pasaka. Rubeki, kofe. Aha. Bo'ldi. Yangi yilni harorati Yangi yil boshlandi. Bahodir bir mehmon navozlikni ham bilmaysan-da, taklif qil choylardan so'ng. Mana olib kelishdi. Endi hozir joylashib olsalar bo'ladi. Mikrofonni qolsa. Choy qo'yib ber. Yo'q. Hozir turdim o'zi, bitta kofe ichib keluvdim. Yana kofe. Yana bitta qo'yamiz. Endi Kelyapsizmi deganingizda o'zi sirazi ogohlantirib qo'yamiz, kofeni mana bunaqa bokalda ichyapmiz, bizani hamkorlarni logotip tushirilgan. Reklama boshlandi. Reklama yo'q edi lekin. Yo'q, hali boshlamadik. deklarant. My Deklarant bu krutoy kompaniya ekan, bilib oldik biz ham. Rastamoshga shu qonuniy narsalarni olib kirish bilan O'zbekiston hududiga shug'ullanishadigan bolalar. My Deklarantmi? My Deklarant. Bilsangiz kerak, eshityapmiz. Endi bugun musobaqamiz bor, hozir keladi. Kecha o'tgan kuni 65 ta bola kelgan. Ikkita komandani olib kelgan. O'tgan kun juma kuni ham qo'yardi-da. 65 ta o'zini komandasi bilan qaysidir o'quv anaqa bilan boshqa markazi bir-birini anaqa qildi. Yosh bolalar ekan, bardak bo'lib ketdi. U qaysi sportdan bo'lyapti hozir? Bu shaxmat. Shaxmat, qo'y. 5 ta turda tugatib yubordi, boshqa Mana chiqib hozir ketib qoldi. 2 kunlar beri bitta musobaqada hakamlik qilyapti, shaxmatda. Olbazorda Bitta joylamasimiz ish qilib. Axborot resurs bor ekan. O'sha yerda hozir raqobat. Hozir kasaba uyushmalariga chaqirdi. 19-da o'tda musobaqasini o'tkazib beramiz. Biza kak boshlovchi bo'ladi, xudo xolasa. Boshlab olibsizlar. Men siz telefon qilganingizga men xayolimda birinchi shashka shaxmat turdi-da. Endi hozir xohlagan temada deganingizga E'tibor bo'lsa, o'sha kuni ham aytdi o'sha paytlarda blogerskiy ozgina boshlagan u yoq bu yoq deb. Bahodir ham katta odam bo'lib ketdi. Senga nima deydi, boshlayapmiz-da, bitta joyda o'tirmaylik. birga qilyapsizlar. Ha, birga. Biz o'zicha yaqin o'rtoqmiz Bahodir bilan. Biz 15 yillik o'rtoqmiz. Mana menda shashki hobbiyim, shu orqali. Shashka o'ynaydi bu. Men musobaqalarda ko'rmagan ekanman, yo'q. Ko'rgansiz. Borgansiz, eslorganmidilar. Bir chekkadan paqir kishi panada deydi. Lekin yaxshi o'ynaydi. Rahmat. Nima qilamiz, boshlasak ham bo'ladimi? O'zi boshlab yubordik. Boshlasak ham bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kuzatuvchilar. Chapani TV YouTube kanalida O'tdan podkasti va uni taqdimoti bilan do'stim Mr. Ubaydullayev Bahodir. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Demak, bizda yana bir bor podkastimiz navbatdagi soni va albatta bugungi sonimiz mehmoni. Bu serqirra sharhlovchi deymizmi, nima deymiz? Endi boshlanish futbol sharhlovchisi boshlanish. Yo'q, menchi mana bunaqa ta'rif bermoqchiman. Endi bu qanaqadir bir manzirat yo nimadir emas, tirik legendalardan inson, chunki yosh vaqtimdan shu televizorni qo'yardi akalar, futbol sharhlayotganlarning ovozini eshitganmiz. Yoshlikdan bu ovoz bilan oshno bo'lib katta bo'lganmiz. Va Murod aka Rizayev bugun bizani hamsuhbatimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Sizni bezda qilib qo'ydik. Yo'q, rahmat. O'zi yangi podkast va sizdagi shu ajoyib fikrli, tafakkurli odamlar bilan bu podkastni boshlab
sizlardan foydalanib olmoqchimiz, ko'tarilib. Baraka toping. Bu yerda gaplashib o'tiramiz. Tushundim. Rahmat, ta'riflar uchun rahmat. Kam bo'lmang. O'zi birinchi shu sizni mehmon bo'lishingiz aniq bo'lganda men bitta narsani so'ramoqchi edim. O'zi juda ham bunaqa futbolga qiziqishim baland emas-ku, lekin bitta videoingizni ko'rib qoldim-da. Ali jahon chempionatida prognozingiz, Ali Argentina, Fransiya o'ynayotganda 3-3 bo'ladi, keyin penaltilarda hal bo'ladi. O'shanda keyin endi baribir sharhlovchilar ham o'zini o'sha ekspertlik fikrini bildiradi dedim. Keyin haqiqatda o'shanaqa bo'ladi. Finalda bolalar bilan birga ko'rganimizda qoyil dedim baribir. Tahlilmi yo tasodifmi endi? Nimaga o'zi o'shanda suyanib shunaqa degansiz? Sharhlovchilar ichida ko'pchilik shogirdlarimiz, ukalarimiz bilmadim nima uchundir shu taxmin qilishdan cho'chishadi. Noto'g'ri chiqib qolsa, muxlislar noto'g'ri tushunib qoladi deb o'ylashadi. Menimcha bu boradagi yutuqlarimdan biri, men bu borada cho'chimayman. Kompleks yo'q. Taxmin qilaman va o'zim ham qiziqaman topishga. Ochig'i Argentinaning chempion bo'lishini Saudiya Arabistoni terma jamoasiga yutqazgandan keyin hamma fikrini o'zgartirdi. Intriga uyg'otishda shunaqalar. Hamma fikrini o'zgartirdi. Sport telekanalida Sanjar degan bola hammadan intervyu oldi. O'shanda Saudiya Arabistoni terma jamoasiga yutqazgandan keyin o'shanda men shu fikrni aytdimki, Davron Fayziyev bor edi. Boshqa hamma sharhlovchilar bor edi. Mana ko'rasizlar, Argentina terma jamoasi birinchi o'yinni yutqazdi. Lekin bu jamoa Meksikani ham, guruhda boshqa jamoani ham yutib, oxirigacha boradi va chempion bo'ladi deb musobaqani boshdan taxmin qilgan edim. Buni biz olib qo'ygan edik, saqlab qo'yinglar degan edim, saqlab qo'yishdi va oxirida chempion bo'lganida o'sha fikrlarimni keyin qo'yib berishdi. Va o'shanda lekin Xayrilla Hamidov ham hammasi ham tan berishgan, lekin aytmoqchi bo'lganim bu birinchisi emas. Bu birinchisi emas. Misol uchun o'sha Yevropa chempionatida Italiya bilan Ispaniya finalda o'ynaganda, unda bizda sport kanalida turdan turgacha degan ko'rsatuv bo'lardi. O'shanda hamma taxmin bildirganda men Ispaniya terma jamoasi finalda 4-0 hisobda g'alaba qozonadi degan taxminni bildirganman. Va o'sha uchrashuv ko'pchilikni hayron qoldirgan. Ispaniya terma jamoasi 4-0 hisobda g'alaba qozongan. Ertasi kuni Akmal Mirzo Oriya Donoga chaqiryapti. Ko'pchilik va shu savolni beryapti. Qayerdan ham? Endi u payt Iniesta, Xavilar bor edi. Qisqacha tushuntirishga harakat qilganman, chunki vaqtimiz efirda kamroq edi. Aytmoqchi bo'lganim, bunaqa taxminlarim ko'pincha o'zini oqlaydi. Endi maqtanish emas, Rossiyadan sharhlovchi keldi. Jahon chempionatini Toshkentda, O'zbekistonda bizning telekanallarga ruscha sharhlab berish uchun yanada yaxshiroq yoritish maqsadida hozir ism sharifi yodimdan ko'tarilib turibdi. Rossiyalik sharhlovchi keldi va biz bilan birgalikda o'yinlarni sharhlab bordi. Rossiyaning eng kuchli sharhlovchilaridan biri. Endi o'zi qanchalik zarurat bo'lgan shunda rusiy zamon sharhlovchini chaqirishga? Bizda potensial yo'q. Masalan, Otabek Jo'rayevning sharhlovchini bilaman, rus tilida sharhlaydi. Dahshat, to'g'risi maza qilaman o'zim. Otabek Jo'rayev ham bor edi o'shanda. Ular birga ham sharhlashardi. Birga ham sharhlashdi, lekin yanada rang-baranglik bo'lishi uchun biz ko'pincha o'sha Konstantin Genichni chaqirganmiz. Cherdansovni chaqirganmiz. O'sha nimanidir tajriba almashish, ulardan qaysidir joylarini o'rganish maqsadida ham qilingan bo'lsa kerak. Endi bu sport telekanali rahbarlari tomonidan o'ylangan g'oya edi. O'shanda shu sharhlovchi keldi va biz birgalashib bitta xonada o'tirdik. Har doim yonida notebook, ko'pincha fikr almashdik. 4 marotaba shu inson bilan biz o'sha Xorvatiyani o'yinida, Fransiyani o'yinida bir 4 marotaba bahslashdik. 4 marotaba bahslashdik. Ochig'ini aytaman, 4 marotaba ham u o'zini taxminini aytdi, men o'zimni taxminimni aytdim. Qolgan sharhlovchilar
uyalishadi. Endi u mendan yoshroq bo'lganligi uchun men uyalmasdan ko'pincha bahsga kirishardim. Hammasi hayron va ko'pchilik guvohi ostida o'sha rossiyalik taniqli sharhlovchini biz 4 tasida ham o'zi birinchi bahslashgani o'zimizda ham meni hisobim to'g'ri chiqqanda ertasi kuni qanaqadir o'zini tutishi boshqacharoq. Endi ular shunaqa bir xarakter ekan, tan bergisi kelmas ekan. Otdan tushsa ham egardan xuddi shunaqaroq. Ikkinchi marta yana bo'ldi bu safar. O'tgan safar shunchaki o'xshab qoldi. Shu yo'nalishda chiqib ketishardi. Shunchaki o'xshab qoldi. Ikkinchisida yana yutqazdi va yana bu yerda faqat gap bahsda emas, gap hisobni to'g'ri chiqishida. Uchinchisida ham yutqazyapti. Endi hisobim to'g'ri chiqmadi, lekin men aytgan jamoa g'alaba qozondi. 4 marotaba yutqazdi. Uchinchisidan keyin cho'chishni boshladi haligi. Qanday qilib bu taxminlarni to'g'ri topyapti deb unga tushuntirishga harakat qilishdi. Bu Murod aka oldingi ko'plab mana shunaqa vaziyatlarda taxminlari to'g'ri chiqib turadi. Hammasi emas, lekin ko'pincha. 4-dan keyin ham ertasi kuni qaragisi kelmay qoldi. Va bahslashga ham qo'rqqan. Shu bilan bo'lmasam birinchi kelgan kuni, Toshkentga kelgan kuni siz yoshingiz katta Murod aka, siz endi mehmondorchilik qilaylik, mezbonlik qilib kutib oling deganda birinchi bo'lib men o'zim kutib olgan edim. Men o'zim birgalikda tushlikka olib borganman, birga ancha suhbatini olganman, o'sha Maslachenko, Ozerovlar haqida fikrlarini so'ragan edim. Lekin Dmitriy hozir familiyasi yonimdan ko'tarildi. Endi yutqizgandan keyin ismini esdan hozir anaqa davomida eslayman. Esingizga tushib qolsa shartda bo'lib bemalol aytsangiz bildirib ketamiz. Endi nima deydi, o'zi mana futbol sharhlovchisini chaqirgansiz va bir so'z boshi ham shu futboldan bo'lib ketishi endi tabiiy. O'zi sizni men o'zim shaxsan ko'p eshitganman. Mana shu kitob mavzusidagi sizni yo'nalishingiz, qiziqishlaringiz to'g'risida hatto bitta video ham ko'rib qoldim. Shu kitob do'konini saqlab qolish to'g'risida bitta video qilgan ekansiz. Mana shu faoliyatingiz to'g'risida ham ozgina gapirib bersangiz. Endi menda haqiqatan ham hozirgi kunda kitobga bo'lgan qiziqish deymizmi, 3-4 ta kitob do'konlarim bor. Bu faoliyatimning boshlanishi juda qiziq bo'lgan, chunki men o'zi 6 ta qiz farzanddan keyin tug'ilganman, ya'ni 6 ta opam bor, 2 ta ukam bor. Ya'ni katta bo'lishimiz, oddiy ishchi oilasida tug'ilib o'sganimdan keyin yelkamizga qanaqadir yuk tushganligi boshdan ma'lum edi, chunki opalarimizdan uzatishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak. Shu bois ham yoshlikdan mehnat bilan o'sganmiz. Ota-onam o'sha qo'y boqib, o'sha Taqachi mahallasida tug'ilganman. Qo'ylarga men o'sha yonimizdagi 4 qavatli domlardan po'choq tashib kelardim cheliklarda. Oldin shunaqa bo'lardi, po'choq yig'ishlar bo'lardi. Po'choq yig'ib kelardi. 20 ta cheliklab kuniga po'choq yig'ib, qo'ylarni ko'paytirganmiz. Shu qo'ylarni sotib opalarimizni uzatganmiz. Keyin shunda bir o'zimda bir xayol bo'lgan o'sha davrlarda. Ya'ni qandaydir shu yordam berish, ota-onaga yordam berish. 6-sinfdan 7-sinfga o'tadigan paytda kanikul bo'lgan, maktabda o'sha ta'tilga chiqishgan o'quvchilar o'sha paytda bekor yuramanmi deb yoshlikdan qanaqadir pul topish rejalarim bo'lgan. Va birinchi qiladigan ishim, endi u paytda men futbolga juda katta mehr qo'yganman. Har kuni ertalab vaqtli turib, birinchi navbatda Sovetskiy sport, futbol, xokkey degan gazetalar bo'lardi. Shularni borib xarid qilib, ertasi kuni o'sha maktabda fizkultura o'qituvchilarimiz so'rab turishardi. Mendan futbolga bo'lgan qiziqish juda kuchli bo'lganligi uchun boshqa o'qituvchilarimiz ham Spartak qanaqa o'ynadi, Dinamo qanaqa o'ynadi, Dinamo Tbilisi qanaqa o'ynadi, Pomir, Paxtakor mendan so'rab turishadi. Shu bois ham birinchi qiladigan ishim o'sha futbol, xokkey, Sovetskiy sport gazetalarini olib, hammasidan xabardor bo'lish. Va asosiy eng katta opam yoshligimda o'sha biz bitta kichkinagina uyda uxlardik. Xokkeyga juda ham qiziqardilar.
bu 75-77 voqealar. Uyg'onib ketsam, hokkey ko'rib o'tirgan bo'lardilar. Hayron qolardim, birgalashib qo'shilib o'sha Nikolay Ozerov ovozlari bilan eshitib, men birinchi qiziqadiganim hokkey bo'lgan. O'zi futboldan ham hokkeyni yaxshi ko'raman. U paytda endi o'sha Mixaylov, Xarlamovlarni, Petrovlarni davri juda ham bir boshqacha va sobiq ittifoq terma jamoasi har tomonlama kuchli bo'lgan. Shunaqa berilib ketganmanki, keyinchalik Makarov, Krutov, Larionovlar beshligi paydo bo'ldi. Shu hokkeyga bo'lgan keyinchalik shu hokkey orqasidan futbolga o'tganman. Axbor aka Imonxo'jayev sharhlarini eshitib, Nikolay Ozerov sharhlarini eshitib, futbolga bo'lgan qiziqish shu tomonlama kirib ketgan va shundan keyin har doim ham men shu futbol hokkeydan xabardor bo'lish uchun shu gazetalarni sotib olishga harakat qilardim va shuning asnosida gazetalar sotib olib ertalab vaqtli turganimdan keyin shu bitta g'oya kelganki, o'sha ta'tilda shuncha gazetalarni mana olyapman, boshqa qilyapman-ki, o'sha sayt pechatlardan o'sha qanaqadir daftar shuni olsamda, u paytda endi Farhod bozorida boshqacharoq bir yo'nalishda raskladушка bo'ladi-yu, kitoblar qo'yib sotishardi, eski kitoblar. Xayol ko'zim o'shanga tushgan. Shu knижный deydi-yu. Ko'chalarda sotishardi o'sha Pushkinni, Gogolni kitoblarini qo'yib, o'shalarning yoniga o'tirib, o'sha daftar, ruchka, qalam qo'yib boshlaganman. Undan oldin unga sababchi bo'lgan bitta voqeani aytib beraman. O'sha kanikulda ota-onamga yordam bo'lsin deb birinchi qilgan ishim o'sha Sovetskiy sport gazetasini har doim sotib olamanmi, pul ketkizib. Keyin o'sha pochtaga borsin, pochtada bu ham bir voqealik. Bexosdan o'sha yonimizdagi 106-pochta, 123-maktab yonida o'tayotganimda ayollarni o'sha yerda gazeta taxlayotganini ko'rganman. Kirib qarab, o'sha pochtani ichiga qarasam, o'sha yerda Sovetskiy sport turibdi, futbol, hokkey turibdi. Keyin xayolimga kelgan. Nahotki har doim men Ko'kchiga borardim. Velosipedda Ko'kchiga borib sotib kelardim. O'sha 8-tramvay oxiri bo'lardi. U yerda agar bo'lmasa, nima qilib bo'lsa ham, darsga kechib qolib bo'lsa ham olishga harakat qilardim. Kanikulda xullas o'sha pochtaga kirib, har doim kirgandan keyin Faridova degan ayol, umrlari uzoq bo'lsin, hozir 80 dan oshgan bo'lsalar kerak. Menga hayotimda juda katta o'zgarish qilgan inson. "Ke o'g'lim, nima qilasan? Nima qilmoqchisan?" Men qarashmoqchiman-ki, qarash varaqat deb haligi joyda qarashni boshlaganman va endi baxtimga desam noto'g'ri bo'ladi. O'sha paytda 10 tacha pochtachi ayol bo'lar ekan. Pochtachi ayollardan bittasi kasal bo'lib qolgan. Farida opa menga o'rgatib, Toshkent oqshomi bilan вечерний Toshkent bo'lardi o'sha paytda. Keyin Murodjon birgalashib, men senga o'rgataman 3 kun, mana shu ayolning o'rniga ishlashing kerak. Pochtalyon bo'lib. Pochtalyon bo'lib. Men asosiy ishim o'zi pochtalyon. Pochtalyonchilik meni shu darajaga yetkazgan deb hisoblayman. Keyin 3 oylik kanikulda 3 marta bir Farida opa bilan yurib, birinchi uchastka, ikkinchi uchastka, uchinchi uchastka deb berilardi. Har bitta 8 ta pochtachiga shuni o'zini hududi bo'lardi. O'sha hudud bo'yicha keyin gazeta tashlashga boshlaganman. Faqat Toshkent oqshomi bilan вечерний Toshkent tashlardim. Haligacha o'sha qishlarda velosipedlarda yurib tashlaganimni eslayman. Birinchi bularni o'sha haqqoniyligi, birovning o'rniga ishlaganim uchun 6-sinfdan 7-sinfga o'tayotgan yigitga birinchi 51 so'm oylikni berishyapti. Chaqirib 1 oy ishlaganimdan keyin mana bu seni mehnat haqqing deyishyapti. 51 so'm juda katta pul. 51 so'm katta pul edi. 51 so'm o'sha paytda katta pul edi. 51 so'm olib, shunaqa bir xursandchilik kelib onamga olib kelganman. Onam yig'laganlar. Voy, meni bolam deb yig'laganlar. Pul topadigan o'g'lim. Voy, deb hayron qolganlar. Birgalashib pochtaga borib Farida bilan gaplashib, hammasi to'g'rimi deb qiziqib hayron bo'lib, mana shunaqa tariqa boshlab, men ular bilan o'sha endi u yerda faqat ayollar ishlardi. Yoshi katta ayollar ishlardi. Bitta yosh yigitcha men ularga qarash yurardim, choy damlash, boshqa qilish va shu bilan birgalikda gazetalarni kerak bo'lsa birovning o'rniga ham boshqa hududlarga ham yordamlashar deyishsa men yordamlashib turardim. Endi mehnatga chanqoq davrlarim. Endi nimaga bularni aytyapman? Keyinchalik shunaqa bir davr bo'ldiki, men u yerda ancha ishlashni boshladim. Maktab boshlangandan keyin ham o'qishlarim biroz pasaygan bo'lsa ham men
bu ish menga yoqib qoldi, chunki yosh o'qishni qisman chopib, o'qishni qisman chopib, endi maktabda yaxshi o'qiganmiz, yaxshi pul topyaptilar. Chunki pul topdim. Keyin taqdir taqozosi bilan o'sha paytda nima uchundir ko'pchilikka oylik berilmay qoldi. Bilmadim qanaqadir qayerdadir nimadir bo'ldi. Oylik masalasida, ya'ni oylikni o'rniga u paytda endi konvertni ustiga markalar yopishtirilardi. Marka bilan konvert pul o'rniga shunaqa boshqa ilojimiz yo'q, direktor chaqirtirdilar-da. Hozir shu oylik masalasida, pulni aylantirish masalasida balkim shu pul o'zgarganligi uchunmi bilmayman. Oylik o'rniga hozir shunaqa bo'lyapti. 1-2 oy shunga endi bu hamma joyda shunaqa ko'pga kelgan to'y o'rniga shu konvert bilan markalar beriladigan bo'ldi. Ya'ni 51 so'm o'rniga ikkita katta setkada o'shalarni beradi. Bularni siz xonadonlarga olib chiqib sotasiz va o'sha oyligingizni shu orqali chiqarib olasiz degan bir hamma hayron, pochtalyonlar, ayollar ayniqsa norozi. Odamlar tarvuz qo'ltiqdan tushib ketgan bo'lsa kerak, o'zi ham o'sha payt. Hamma hayron, lekin aynan mana shu holat men o'ylayman, shu meni hayotimdagi taqdirimni o'zgartirdi, hal qilib berdiki, juda katta menga o'sha naf bergan. Men o'ylanib o'tirmadim, chunki birinchidan birovni o'rniga ishlayapman, u ayol kasal. Ikkinchidan uni oldimda o'sha hali siz aytib o'tgan Raskaladushka kitob sotib o'tirgan oldiga borib, o'sha bozordan yashiklarni olib, yashiklarni qo'yib, yashikning ustiga qo'ydim o'sha konvert bilan markalarni. Mana shundan keyin o'sha haqiqiy sharhlovchi emas, biznes boshlashim har bir ishda hikmat bo'ladi degani shu. To'ppa-to'g'ri, mana shu hikmat degan so'z, hikmat bor ekan. 1 kun, 2 kun, 3 kunning ichida men hamma endi u paytda ruslar ko'p edi, ruslar juda ko'p edi va u paytda yozishardi rostdan mana. Ayniqsa Farxasskiy tarafda. Armiyadagi farzandiga xat yozishardi. U paytda xat yozishlar juda ko'p bo'lgan. Farzandiga xat yozardi, qarindosh SMS bo'lmaganda, u paytda SMS bo'lmagan davrlar, to'ppa-to'g'ri aytyaptilar. O'shaning uchun bir pasda sotib, haligi 51 so'm pulimni 58 so'm qilib kelardim. Kelib 3 kunning ichida kelib pochtalyonga ayollarga maqtanganman. Mana 51 so'm konvert deyishdi, baraka topsin, ana qo'limda 58 so'm pul sotdim. 8 ta pochtalyon, Murodjon manikini ham sotib ber, manikini ham sotib ber. Bizga 51 so'm emas, 45 so'm bersan ham mayli degan. Chunki ular sotishga imkoniyati yo'q edi. Bir kun bittasini olib chiqaman, o'shuning uchun o'qishdan sal biroz. Ikkinchi kun keyingi pochtalyonga yordam beraman. Haligi joydan yana 6 so'm, yana 48 so'm. Yoshligingizdan pulga urib deydi. To'ppa-to'g'ri. Shundan boshlanib ketdi. Kelib uyga beraman, uydagilar hayron, opalarimizni uzatishimiz kerak. Endi shu orqali sekin-sekin keyin o'yladim. Endi haligi kitob masalasini endi yetib kelyapman. Nima uchun kitob do'konlari qayerdan keldi? O'ylanibki, shu o'zi maqtanishim kerak O'zbekiston bo'yicha bilmadim, balki statistikani ko'rib chiqish kerak. Birinchilardan bo'lib latoshniy торговлияni ochgan inson bo'lsam kerak deb hisoblayman o'zim. Mana hozir shunaqa taqviqot bor. Chunki u paytda faqat Raskaladushka bo'lardi. Boshqa viloyatlarda ham O'zbekistonda Toshkentni ham ko'rmagan edim. Men o'zim o'sha birinchi stol qo'yganman, haligi yashiklarni olib tashlab, stol olib kelib qo'yganman. Sumdan, gumdan kitinga daftar, ruchka olib, u paytda hali ipodromlar yo'q edi, qo'yish boshlaganman. Men konvert bilan marka sotyapman. Quruq konvert marka bilan o'tiramanmi deb daftar, assortiment kengga sekin lato торговля boshlangan hali savdo. Shu bilan savdolarim kuchayib ketyapti. Maktabga borsammikin, bormasammikin. O'sha paytda bo'lgan ekan, maktab chopishi. Keyin katta o'sha hokimiyat bizga ruxsat berdi, ayniqsa maktab bozorlari paytida, bu yaxshi maktab bozorlarini ham ochgan birinchilardan deb hisoblayman. Bu yaxshi yordam bo'lar ekan, birovni uzoqni yaqin qilar ekan deb bizga yordam berib maktab bozorlari tashkil qilib berdi. Haligi latoklarimiz kattadan bo'lib ketdi. Keyin shu rivojlanib yonimizda o'sha u paytda video kassetalar bo'lardi.
prokatga beradigan videokasetalar, VHS videokasetalari bo'lardi. Odamlar olib uyga borib kino ko'rishardi. O'shanaqa do'kon bor edi. O'sha do'konni shuni foydasidan sotib olib, haligi joyni men kitob do'kon qilib qo'yganman va keyinchalik biznes ham boshlanib ketgan. Ikki o'rtada va eng qizig'i o'zim ishlayotgan o'sha pochtada haligi ayol kelmay qolgandan so'ng o'zimni onamlar meni ishimni u yerda davom ettirganlar. Keyin yana bitta holat bor edi. Endi bu hamma har xil tushunib qolishi mumkin. O'sha pochtada ishlagan davrlarimizda haligi pul keladigan yana boshqa tomoni bor edi. Bu kimdir to'g'ri tushunadi, kimdir noto'g'ri tushunadi. Ya'ni 7-sinfga, 8-sinfga, 9-sinfga o'tyapman, men ishlashni davom ettiryapman. O'sha paytda keyin bizga faqatgina Toshkent oqshomi Вечерний Toshkentdan tashqari hamma gazetalarni, Izvestiya bo'lardi, Pravda bo'lardi, Pravda Vostoka, o'sha paytdagi gazetalarni berishni boshlashdi. Bu degan so'z men endi faqatgina o'sha kechqurun emas, kunduzi ham ishlashim kerak bo'lardi va eng asosiy tomoni yoshi katta nafaqaxo'rlarga nafaqa pulini biz olib borardik. Nafaqa pulini biz olib borardik. Pochtadan olib kelardik. Juda ham mas'uliyatli ish edi. Bizga yozib katta qog'ozga kimlarga olib borishni berishardi. Biz pullarni yig'ib hammasini alohida 60 so'm bu insonga, 61 so'm bu insonga yozib o'rab olib borardik. Ana o'shanda o'sha qariyalar biz majbur qilmasdik. 1 so'm pul berishardi. Choy puli berishardi. So'lkavoy deyilardi, dumaloq katta tanga berishardi. Buni endi rozi bo'lib berishardi, lekin uni barakasi deymizmi, boshqacha bo'lardi. Haligi 51 so'mdan ham haligi 10 so'm, 12 so'm bir kunning ichida topib kelgan pulingiz umuman boshqacha bo'lardi. Endi biz hamma pulini berardik. Bir xil paytlarda yo'q, shart emas degan paytimizda yo'q, men roziman. Endi qariyalar o'zida yo'q, xursand pensiyasini olyapti, berardi. Bergani berardi, bermagani bermasdi. Ishimiz yo'q edi, rahmat deb ketaverardik. Ana o'shaning uchun shu yerda pensiya ham tarqatish kerak ekan deb keyin onamlar ham pochtaga ishga o'tganlar. Men esa o'sha haligi bozordagi latoklarimni ko'paytirishga harakat qilganman. Shu bilan bitta kitob do'kon, uni orqasidan ikkita kitob do'kon va eng asosiysi o'sha kitob do'konlarga o'zimni jigarlarimni, ya'ni ukalarimni, 6 ta opam dedim-ku, 6 ta opamni farzandlarini hammasini bo'lib, mana o'sha So'nlishning bozorida kichkina ukam, bitta kitob do'konda bitta opamning o'g'li, bitta kitob do'konda o'zimni ukam. Xullas hammasiga shu tarqatib keyin 94-yilda kirganman bu televideniyaga. Endi televideniyaga kirish masalasi boshqa, chunki u yerda konkurs bo'lib, konkursda yutib kirib ketganman. Asosiysi kitobga bo'lgan o'sha mehr deymizmi va buni yaxshi tomoni shundaki, birinchidan siz kitobning ichida bo'lasiz. Insonlarga keyin bir ziyo tarqatamiz. Eng yaxshi tomoni O'zbekistonda kitob topib berish bo'yicha yana maqtanaman, eng birinchilardan biri bo'lganmiz. Ya'ni kitob do'konlar keyinchalik ochildi boshqa joyda. Bizni farqli tomoni shundaki, shu jigarlarimni yig'ib yangi g'oyalarni o'ylardik. 5 minut, 10 minut o'tirib gaplashardik. Men hozir kitob do'konlar ochilyapti, nima qilamiz? Kutubxonaga o'xshagan narsa, zo'r g'oyalar chiqardi-da. Kelinglar shunaqa qilamiz. Kutubxonaga o'xshagan kitob do'kon, ham kutubxona, ham kitob do'kon vazifasini bajaradi. Chitalni qismi ham bor deydi, to'g'rimi? Chitalni qismidan tashqari keladi. Misol uchun 40 mingga yoki 40 so'mga kitob sotib oladi, olib ketadi. Qaytarib olib kelish imkoniyati bor. Qaytarib olib kelsa, o'qiganligi uchun o'sha 1 so'm 2 so'm foydasini olamiz, qolgan o'rniga boshqa kitobni olib ketadi. Shunaqa ko'payib ketdi. Kutubxonaga o'xshagan. Shunaqa ko'payib ketdi, kelishdiki, faqat biz aytardik, chiroyli qilib qaytarib olib kelinglar. O'qigandan keyin betlarini belgilasangiz ham joyida kelsin, chunki sizlardan keyin boshqa insonlar ham foydalanadi deb har bittasiga tushuntirardik. Insonlarga bu narsa yoqdi. Keladi, o'qiydi, ko'p, xuddi prokatga biz bir vaqtda videokaseta prokatga berilsa, biz kitobni juda ham ko'payib ketdi. Haligi har bitta prokatga o'sha 1 so'mdan bu bizga yutuq olib kelgan tomoni shu bo'ldiki, nafaqat prokat, har tarqatishdi insonlar. Mana Farhod bozorida shu Murod akaning do'koni bor, shunga boring, xohlagan bu birinchidan. Ikkinchi g'oyamiz kelgan insonni kitobsiz qaytarmaslik.
ya'ni nima qilib bo'lsa ham qo'liga bir kitob berish olishga. eng asosiysi o'sha so'rab kelgan kitobni topib berish. Mana xohlagan joyga kirasiz, siz so'raysiz, falon kitob, mana shuning uchun shashka to'g'risida kitob. Ko'p borganman. Eslaysiz, shashka to'g'risida kitob so'rasa, kim avtori? Avtori falonchi, Sarokin yoki falonchi. Xo'p, olamiz, bizda yo'q u narsa. Do'stim, shu kitobni 3 kunning ichida, xudo xolasa biz sizga topib beramiz. Olib ketasiz. Telefon raqamingizni qoldiring yoki bo'lmasa 2-3 kundan keyin xabar oling. Shunaqa narsani o'rgatganmanki, o'sha yigitlarimga, ukalarimga, ishchilarimga kitob do'konida 600 dan 700 dan ko'p odam ishlab ketdi qo'limda. Men televideniyaga ishga kirganimdan tashqari do'konlarimni ukalarim, jigarlarimga berganman, borardim, ishga men olardim, yordamchi qilib men berardim. Juda ko'pchilik qo'limda ishlagan, hammasi biladi. Haligilarni tushuntirardim. Shunaqa ishlaymiz, shunaqa qilamiz va boshqa ishni tashlab bo'lsa-da shu kitobni topishimiz kerak. Chinozda, har bitta viloyatlarda bizni vakillarimiz deymiz, agentlar, tanishlarimiz bo'lardi. Qo'ng'iroqlar qilib topib haligi kitobni berardik. Endi hozir-ku internet orqali muammo bo'lmay qoldi. Hozir shunaqa onlayn chiqarib olasiz. Yozasiz, chiqasiz, hali PDF variant chiqarib beradi. O'sha paytda shunday qilib biz o'sha kitobchilarni, o'sha ya'ni mijozlarni yiqqanmiz va o'sha kitob do'konlarimiz shu butun O'zbekistonga tanilgan. Endi bu ukamiz aytgan o'sha haqiqatan ham bir do'kon masalasida, o'sha kitob do'kon masalamizda kurashganmiz. Chunki o'zimizni joyimiz o'rniga boshqa kitob do'kon beramiz deyishgan edi. Shunaqa bir xarakterimiz ham hal bo'ldimi? Hal bo'ldi. Albatta, hokimiyat tomonidan hammasini ko'rib chiqishdi va tushunishdiki, bizni kitob do'konimiz o'rniga shunga mos kitob do'kon berish kerakligini, kitob do'kon o'sha joydan yo'qolib ketmasligini biz tushuntira oldik. Bizga boshqa tomondan bir yerto'ladan joy berishayotgan paytda biz tushuntirdikki, yo'q, bu kitob do'kon O'zbekistonda biroz eskiroq bo'lishi mumkin, lekin bizni vazifamiz boshqa. Ularga ham xuddi shu masalalarni eshitib, tinglatib, tushuntirib, boshqa bu yerda turmasa bo'lmaydi, chunki biz butun Chilonzor kelardi bizga. Chilonzor, Uchtepa, Chilonzor o'sha tomondagi hammasi kelardi va biz endi hozir-ku ko'p kitob do'kon, lekin o'sha paytda biz ta'minlardik. Bu hozir ko'p narsani yutqazamiz deb tushuntira oldik va hokimiyat gapingizni bo'laman. Mana o'sha chiqishingizda endi gapirgansiz, yurakdan gapiryapsiz-da, sezilib turibdi. Men o'yladim-da, mana bundan bir 6-7 yil oldin bir trendga chiqarishdi bitta gapni. Endi kitob o'qiganga prezident mashina sovg'a qilyapti debdi. Masalan, kitobxonlik tanlovlari bo'ldi. Men hayron qoldim. To'g'ri, buni masalan o'sha siyosiy imij darajasiga olib kelinganda nahotki shu odamni shunaqa qiynashgan bo'lsa, bu kitob o'qigan odamga mashina bersa, kitob yetkazib bergan odamga nima berish kerak masalan? Hech narsa so'ramayapti, joy so'rayaptilar. U ham bo'lsa o'zlarini joylarini o'rniga so'rayaptilar masalan. Menga shundoq tekinga berilaring demayaptilar, o'zlarini mulklarini kompensatsiya qilish. Juda ham to'g'ri yondashuv aytyapsiz. Haqiqatan ham o'sha paytda o'sha kitobga bo'lgan munosabat, kitob bo'yicha chiqarilayotgan qarorlar juda ko'p edi va bizga o'sha prezidentimiz tomonidan chiqarilgan qarorlar juda ham qo'l keldi. Biz hammasini yozib oldik. U qarorlarda bandlari bor edi. Nima qilish kerak, qayerda kitob do'konlar ochish kerak, qayerlarda o'sha mahallalarda bormi, hamma bandlarini birma-bir yozib oldik. To'g'ri aytdingiz. Siz aytib o'tgan mana shu kitobga bo'lgan chiqarilgan qarorlar, prezidentimizni o'sha kitob bo'yicha chiqarilgan qarorlari bizga qo'l keldi va rostdan ham aytyapsiz, bu ko'p joylarda o'sha kitob o'qiganlarga mana Spark musobaqalar bo'ldi. Bunday holatlarni ko'paytirishdi. Ya'ni bizda kelajagimiz yoshlar qo'lida, bilimli bo'lishlari kerak, bizdan ham bilimliroq bo'lishlari kerak. Ijtimoiy fikr shakllantirildi. Xuddi shunaqa fikr shakllantirildi va biz aynan shundan foydalandik, tushuntirdikki, haqiqatan ham bu
birinchidan biz u kitob do'konini ancha mehnat qilib o'zimiz kuchaytirgan edik. U yerda video kasetalar, qanaqadir kinolar, prokatlar bo'lardi. Biz uni hamma tamomila o'zgartirib qilgan edik va haqiqatan ham bizga bu juda qo'l keldi. Keyinchalik bunday kitob do'konlarimiz soni ko'paydi. Mana hozir men endi kamroq boryapman, chunki televideniyada ishimiz hozir ko'payib ketdi. Jiyanlarimiz u yerda kitob do'konlarida shug'ullanishyapti. Endi siz hali ambasador bo'lib yuribsiz-da. Qizig'i Murod aka, qarang, siz hozir eshitobba kitob bo'yicha ancha buncha ishlar qilgansiz, lekin hozir sharhlovga qanaqa o'tib ketgansiz? Men shunga hayron qoldim. Konkurs bo'lganda o'tdilar. Yo'q, konkurs bo'lgan, qanaqa qiziqish sharhlovga bu darajada qiziq bo'lib ketgansiz. Kitobda bu yoqqa o'tib ketishadi. Bu kitobimiz o'zi ko'plar aytadi bu ikkinchi ishing, o'zi aslida bu birinchi ishim. Birinchi ish ekanda. Chunki endi bunday qarasak birinchi ishim. Endi to'g'risini aytaman, biz shu biznesni boshlab, konvert o'rniga daftarlar, ruchkalar, qalamlar qo'yib, latok tag'rurli boshlanganda, ya'ni savdo ishlarimiz boshlanganda, shu prilavkalarda keyin ko'payishganimizdan keyin shu biznesimiz ancha kuchaygandan keyin 1994-yili biz pochtada men oxirigacha onamlarga ham qarashib yurganman. O'sha xizmatlarni o'tab qaytib kelganimizdan keyin endi aytamanki, yoshlikda birinchidan hokkeyni oxirigacha davom ettirardim. Keyin esa futbol. Axbor akaning gaplari, Nikolay Ozerov futbollarni eshitib turib, o'sha maktabda 10-sinfgacha bizda endi 10 yillik bo'lgan. O'qiganimda o'sha partani ustiga o'tirib olib, ruchkani qo'limga olardim-da, haligilarini taqlid qilardim. Nikolay Ozerovni ham o'sha Внимание, говорит и показывает Торонто. Shunaqa boshlardi. Axbor aka ham zo'r boshlab qolardilar. Diqqat qiling, kamera va mikrofonlarimiz Paxtakor markaziy stadioniga o'rnatilgan. O'zbekiston o'zlarining iboralari. O'zbekiston televideniyasi kamera va mikrofonlari deb boshlab qolardilar. Shiddat bilan qanaqadir bir yuqori tonda, boyevoy kayfiyatda. Shuna muxlisni chaqirib olardilar. Ana o'sha Nikolay Ozerovlar, bularni Maslachenko bo'lardi, Kotema Xaradze bo'lardi. Axbor aka Tarpishevlarni eshitib, shu futbolda kunduz ishlardik, kechqurun futbol ko'rardik. Va shu davrning birida menga ko'p maslahat berishardi. Seni ovozing yaxshi, borsang bo'lmaydimi? Endi maktab davrlarida boshlaganman. Institutlarda o'limizga ruchka olib shu sharhlab turardik, taqlid qilib turardik. 1994-yil O'zbekiston milliy terma jamoasi Hirosimada Osiyo o'yinlarida ishtirok etish kerak edi va televideniyada o'sha e'lon qilingan konkurs, sharhlovchilar konkursi, bizga sharhlovchilar kerak, keling qatnashinglar. O'shanda biz borganmiz. Endi hali institut davri o'zimizcha Toshkentlikmiz, Blatnoyki. Takoy bo'ladi. Haligacha eslayman, o'sha televideniyaga borganimda, u paytda Velvet Kanadani bargi bo'lgan shim bo'lardi. Keng shim bo'lardi. O'sha paytda moda deydimi? Moda edi. O'shunaqa shimlarda, o'shunaqa kiyimlarda bir yoshlikda borganman. Davlat aka Turdialiyev rahmatli ustozimiz birinchi qabul qilganlar, hayron qolganlar, mayli. Kim kelib qoldi? Sharhlovchi bo'lishni suhbatdan o'tganmiz. Birinchi nimaga kelding? Shunga. Biz endi boshda tushunmasdan diktorlikka ham topshirib ko'rganmiz. Keyin tushunganmanki, bu bizni ishimiz emas. O'sha bahonasida davlat akani ko'rganman. Borib keyingi shu konkurs e'lon qilgan ekasizlar deganimda, mayli, konkursda qatnashishingizga ruxsat beramiz, lekin bizda bunaqa kiyinib mumkin emas. Sal chiroyliroq bo'lib, ziyoli odamga o'xshab keling deb tushuntirganlar. Juda ham badiiy, chiroyli gapirardilar. Keyin o'sha kelganimda kech qolib kelganman va 21 ta hozirgacha eslayman, sharhlovchi ichida tugatishayotgan ekan. Shu konkursni tugatishayotgan ekan. Men kechga qolib, chunki eshikni tagida o'sha posta militsiyalar eshikni tagidagilar kirgizishmagan.
turib oxiri o'sha telefon qo'ng'iroq qilishganda ertalabdan beri 2 soatdan beri kutib turibdi shu bola shu konkursda qatnashaman deb chaqirgan ekansizlar. Keyin tugagan konkursda hamma narsa yopilayotgan paytda davlat aka olib mayli kirsinchi deganlar. Yugurib kirganman. Bu o'shani zamonaviy kiyinib borganingizdagi Yo'q. Keyingisi. Zamonaviy kiyinib borganimda davlat aka falon kuni, yana bir 10-15 kundan keyin hammani yig'ib olganimizdan keyin albatta sizni chaqiramiz. Shu konkursda ishtirok etasiz deganlar. Faqat o'sha yaxshi kiyinib, klassik kiyinib, iloji bo'lsa shu galstuklarda chiroyli kiyinib keling. Oddiyroq kiyinib keling bu yerda deb tushuntirganlar. Ko'p suhbatlashmaganmiz birinchisida. Endi ular bilmaganlar, siz katta biznesmenligingiz. Albatta. Keyin o'sha aytgan paytda kelganman. Faqat o'sha kechga qolib tugatib bo'lishgan ekan. O'sha 21 ta bizda 21 ta turibdi deb o'sha postdagilar ko'rsatishgan. Mana shu ism shariflarini kirgizishimiz kerak. Deyishgani ichida men bo'lmaganman. Hayron qolganman. Meni shu kunga chaqirishgan deb turib olganman. Keyin ketma-ket qo'ng'iroqlar bo'lgandan keyin hali postiga militsioner aytganki, bo'ldi, tugabdi degan. Yo, bo'lishi mumkin emas deganman. Keyin qo'ng'iroq qilishganda bo'libdi, kira qolsin deyishganda hayronman. Jamoliddin Bobojonov meni olib kirganman. Qarasam o'sha Damir opa ayol menimcha olamdan o'tdilar shekilli ular. Konkursda o'sha tekshiruvchilar, ovozni o'rganuvchilar, hay'at a'zolari pastda o'tirishibdi. Stolda o'tirib olishgan ketma-ket va har bitta ishtirokchiga bittadan o'yinni sharhlab berish, ovozi, o'zini tutishini o'rganishayotgan ekan. Davlat aka tepadan gapirganlar, yana bittasi keldi, nima qilamiz? Haligacha yana bittasi keldi, nima qilamiz? Men tushlik qilamanmi, yana obed qilamanmi, yo'qmi deb juda bir shunaqa ayol edi, haligi vahma bilan gapiradigan. Qo'ya qolinglar, bo'pti, bo'ldi, mana o'zingizlar qilinglar degandek qilib, hozir tez bo'lamiz deb qaytadan yoqishib, meni shu mikrofon qarshisiga o'tkazishgan. Endi birinchi marta tushunmayapman, nima qilishim kerak. Xuddi shunaqa mikrofon qarshisida o'tiribman, lekin ishqibozchilik kuchli 1990-yilgi o'sha Braziliya bilan Italiya o'yinini qo'yib berishgan baxtimga. Monitorga qo'yib berishadi, siz bilganingizcha gapirasiz. Men qayerdadir o'yinchilarning otini, endi Bebetolar bo'lar. Xato qilib qo'ysam, tamom terilab ketyapman. Ter boshladik deganda qarayapman, boshlang deb haligi Damir opa baqiradilar ham. Boshlang, kutyapman sizni, o'zi shundoq ham kutib qoldik. Nima qilish bilmay keyin bir minutcha, bir 30 soniyacha dovdiradim boshida. Dovdiradim chunki hech narsa yo'q, salomlashib boshlashim kerak. Spontana deydi. Kutilmaganda keyin o'sha axbor akalarni, O'zeriflarni hammasini eshitib, assalomu alaykum aziz va muhtaram futbol ishqibozlari deb boshlab ketganman. Mana o'yinni ham boshdan emas, bir 7 va 10 daqiqalardan qo'yishgan. Hozir to'p bilan braziliyalik futbolchilar u yoq bu gaplashganimdan keyin o'sha men aytayotgan qattiq qo'l Damir opa jim eshitganlarda ko'p gapirmaganman o'zi. 1 minut 2 minut gapirganimdan keyin to'xtatganlarda Davlatjon bu bolani ovozida nimadir bor deganlar. Bu bolani endi keyin bilsam o'sha 20 bitta siz bilan 22 ta bor. 22 ta insonning ichida 20 tasi vodiylik va Qashqadaryolik, ya'ni viloyatdan kelganlar ekan. Toshkent shahridan hech kim bo'lmagan ekan. Qayerdansiz? Toshkent shahridan. Yo'q, ishonmayman, Samarqanddan. Taqachilik bo'ldadamiz. Yo'q, men Samarqanddan emasman. Men Taqachi mahallasida, men Toshkentdanman. Samarqanddan bo'lsangiz kerak deb taxmin qilishyapti. Yo'q, men Samarqanddan emasman. Mana shu Toshkentda katta bo'lganmiz. Nimaga endi aynan Samarqandda taxmin qilish? Nimaga o'zim ham tushunmayman. Damir opa Samarqanddamisiz deganlar. Endi u suhbatda, kastinglarda shunaqa har xilali navajashiy savol deydi. Balkim shu savolmi yoki o'xshatishganmi yoki o'sha paytda Samarqanddan hech kim kelmagan, viloyatlardan balki adabiy gapirganingizdan shunaqa tuyulgan. Lekin o'sha axbor akalarni uslubida institutlarda, maktablarda qanaqa ruchka olib gapirgan bo'lsam, xuddi shunaqa oldindan ko'p
tayyorgarlik qilib yurganligim uchun keyin yana bitta meni ustun tomonim bor edi. Nimagadir kirishmoqchi bo'lsam uyalmasdan harakat qilardim va meni eng asosiy yutuqlarimdan biri Fizikultura instituti bor-ku. O'sha yerga imtihon topshirganda yiqilganman-da. Birinchi o'sha og'zaki imtihonlari bo'ladi, yugurish, turnikka tortilish, normativlar. Amaliy. Amaliy. O'sha turnikka tortilish, o'shalardan o'tganman. Keyingisida qaysidir yugurishidan to'g'ri o'tmaganmanmi, balam yetmaganmi, o'sha yerda ozgina ishlaganman. O'sha yerda ozgina ishlagan davrimda o'sha institutni hozir ham Hojakbar degan bola bor. Hozir ham qo'shiq kuylaydi. O'zini ansambli bo'lgan. O'shalarga qiziqib birga yurganmiz va borib to'ylarda o'sha o'rta kashlik qilganman. To'ylarda o'rta kashlik. Yaqinlar ochilib ketyapti. O'sha Hojakbar hozir ko'rsa ham eslasa kerak. Men ba'zida ko'rib turaman, shu yana uchrashgim keladi. Hojakbarni adasimi, kimdir amakisi Fizikultura institutida kattaroq lavozimda ishlagan. Va o'sha ham institutni bayramlarini olib borishar ekan, ham qanaqadir to'ylarda va birga qo'shilib olganimdan keyin shunchaki yurganman, boshida keyin aytganman, o'rtakashlik qilsam bo'lmaydimi? O'rtakashlik o'sha paytda boshlangan. To'ylarda o'rtakashlik ham qilganman. Keyin Hojakbarlar o'zi bilan o'zi bo'lib ketganda boshqa to'ylarda ham shu gapirib, bu to'g'ri qilgan ekanman, kamerani yengish degan gap bor-da. Kamerani yengish degan gap bor. Shu menga yordam bergan. 30 soniya dovdiragan bo'lsam-da, o'sha Damir opa sezganlarki, bu kamerani yengib bo'ldi bu bola. Bu bola o'yinning ichidagi gaplarni aytib ketyapti deb o'sha paytda tushuntirishgan, lekin tushlikka kechga qolishayotgani uchun tezda tarqalishgan. Bu narsa hammasi balki shu sizga foyda bo'lgan. Balki foyda bo'lgan. Esdan chiqqan. Hammani esidan chiqqan. Oradan ancha vaqt o'tyapti, chaqirishmayapti. Hayronman. Qish kelyapti, chaqirishmayapti. Ben o'yladim, o'sha demak viloyatlardan kimdir demak Samarqandliklar chaqirishgan. Yutgan bo'lsa kerak deb keyin yana borganman. 1 marta, 2 marta, 3 marta borganimdan keyin sport telekanaliga sport va yoshlik deyirlarmidi u yerda. O'sha paytda telefon qilganimdan keyin Davlat akaga tushib, Davlat aka, men o'sha yigitman. Anchadan beri kelyapman, chaqiraman. Damir opaga yoquvdim. Chaqiraman deb chaqirmayapsizlar. Bo'ldi deb keyin o'sha Jamoliddin Bobojonov o'sha paytda birga endi ishga kirayotgan bola ekan. Tushib meni olib kirgan. Eng qizig'i bo'ldi, hozir men odam tushirib yuboraman. U paytda endi qog'oz berilardi, ruxsat bilan kirilardi. Propus. Kirganimda eng qizig'i o'sha paytda bo'lgan, men hali ham o'sha shimda bo'lganman. O'sha kunda men endi kira olmasam kerak, ichkariga kirgizishmasa kerak deb borganman. Bo'ldi, hozir tushishadi, olib kirib ketishadi deya Jamoldan olib kirganlar, Davlat akani o'rnida turibman, haligi Bilvet, Jigarin sifat, Kanadani bargi, omadli ishim bo'lgan ekan. Kanadani bargi, kiyimlarim ham o'sha da qaradilar. O'zgartiribsiz u kiyimlarni degan. Davlat akam kelgan. Paputi kirdim deb Sizni o'sha 1 oylik amaliyot kirib turishga yozib qo'yamiz, 1 oy qatnab. 1 oy tinmasdan kechalari bilan borib ishlab biz birinchi sharhlagan o'yingiz eslay olmayman hozir. 6 oy hujjatsiz ishlaganman. O'sha dekabrdamidi, noyabrdamidi borgan bo'lsam, qatnashgan bo'lsam, 6 oy mart oylarida, keyin 1995-yil mart oylarida menga shu ishga kirding degan, ketma-ket rejissyor assistent, birinchi administrator, keyin rejissyor assistent bo'lib kirganman. Qo'limga o'sha rejissyor assistenti degan o'sha guvohnoma berishgan. Ya'ni o'sha kasetalarni tarqatish. Men endi stadionlarga tushib o'sha shkavirinlarnimi, Azamat Abdurahim, o'sha futbolchilarning yonida turgim kelardi. O'sha paytdagi eng zo'r o'yinchilarni stadionga tushib haligilarni oldiga tushishga imkoniyatim bo'ldi. Hayron qolardim. O'zim xohlagan kasb boshlanib ketgan va bular hozir aytgandek, Davlat aka endi rejissyor assistenti bo'lib yuravermagin.
ya'ni qanaqadir ko'rsatuv qilish kerak. Ko'rsatuv qilmasang bo'lmaydi. Sen sharhlovchi deb kelgansan, gaplaringda xatolaring ko'p. Faqat ovozing yaxshi. Biz bu tomonlama o'rgatishimiz kerak deb Davlat aka sekin-sekin o'rgatishni boshlashgan. Bitta ko'rsatuv qilgan oldin ko'raylik degan. Nima tayyorlay olasan? Birinchi nima xayolimga qanaqadir ko'rsatuv qilishim kerak. Nima qilsam ekan? O'yladim. O'rdan oldidan o'tib ketayotganimda yoshi katta qish payti. Yoshi katta chollar bu keyinchalik bildimki ular yozuvchi ekan. Qanaqadir Ozod Sharafuddin, Erkin Vohidov kimlardir o'rdada cho'milishyapti qish paytida. Morjlar cho'milyapti. Shundoq qarab xayolimga birinchi keldi, suv obi hayot deb yozdimda. Uyga kelib o'sha to'g'risida morjlar haqida ko'rsatuv. Hozir titib kitoblardan topib ishlab chiqdingiz. Yozdim. 2 kun o'tirib yozdimda, keyin Davlat akaga berdim. Mana shu yerda menga hattoki o'sha paytda kameralar berilgan. Borib syomkalar qildim. Tekstim tayyor. Kameralarda haligi chollardan intervyular olganman. Rostdan qor yog'ayotibdi, cho'milishadi, tushadi qor bilan. Shuni gapirmoqchiman. Tekstlarimni to'g'rilab, xatolaring ko'p. Mana bu joylarga e'tibor berishing kerak deb yo'nalish berib tekstlarimni to'g'rilashdi, kadrlarini qo'yishdi. U paytda endi hammani ham qo'yaverishmasdi. O'sha shu joyini olgin, mana bu kiyinib turgan joyini, bu joyini ol yoki suvdagi joyini ol deb qiyinchiliklar bilan bitta ko'rsatuv 15 daqiqacha ko'rsatuv o'sha paytda bo'lgan. Suv obi hayot deb nom qo'ygan, uni ham o'zgartirishgan. Boshqacha nom bilan ko'rsatuv ketgan, lekin hali ancha ish qilishing kerak ekan degan. Birinchi ko'rsatuvim shu bo'lgan o'zi aslida. Keyinchalik Nigeriya kelgan O'zbekistonga. Terma jamoa. Nigeriya terma jamoasi o'sha Afro Osiyo kubogi oldidan 1995-yil. U oktyabrlarda edi, ya'ni ishmasam. Ungacha o'sha CSKA bilan hozirgi Bunyodkor stadioni bor, u paytda CSKA stadioni bo'lardi, boshqacha edi. Uni buzib boshqatdan qaytadan qurilgan o'sha CSKA stadioni MXSK stadionida MXSK bilan Paxtakor o'ynagan. 1995-yil, hozir kunini iyunda edi, yanglishmasam. Ana o'sha o'yin birinchi meni sharhim bo'lgan. Uni ham to'g'ridan-to'g'ri efirga berishmagan. Tayyor yozib olingan kelgan. Mana shu xonadan, kichkinaroq xonada, montajniy xonada o'tirib qo'yib berishgan. Shuni sharhlaysan, agar yaxshi chiqsa qo'yamiz, bo'lmasa qo'ymaymiz. Ungacha juda ko'p o'yinlarda sharhlovchilarning yonida o'tirganman. Azim aka Alimov degan bo'lardi bizda sharhlovchi, hozir ham borlar. Umrlari uzoq bo'lsin, yonlarida o'tirardim. Ko'rardim, Davlat aka sharhlariga kirardim, ko'rardim. Endi asosiy ishimiz o'sha kasetalar tarqatish, efirga berish, efirda o'tirish bo'lsa ham ko'proq sharhlovchilarga qiziqishimni bilardilar. Va o'sha o'yinda keyin yonimda ozgina Davlat aka turganlar yaxshi sharhlamaganman. Sezganlar chiqib ketgan. Eshik yopilgan, ketdi, undan keyin boshlangan. O'zimga yoqqan o'sha birinchi sharhim yoqqan, o'sha CSKA bilan Paxtakor 1-1 hisobda durang o'ynashgan. O'sha o'yinni kechasi tungi dasturda berishgan. Shu birinchi sharhim o'sha bo'ldi. Keyin bu o'yinga kirasan, bu o'yinga tayyorgarlik kirasan deb har doim 3-4 ta o'yinni zapisda, ya'ni yozib olingan holatda o'yinlarni men sharhlardim. To'g'ridan-to'g'ri efirga ular kirishardi. Yozib olinganini men sharhlardim, to'g'ridan-to'g'ri o'yinga ular kirishardi. Shu kirishib sharhlovchilik kasbimni boshlab yuborganman. Bu juda ham tarixiy suhbat bo'lyapti. O'zi kelgan mehmonlarga shart qo'yishga reja qilgan deydi. Kichkinagina shart. Bu hech qanaqa bir sinov yo'q, nimadir emas. Shunchaki kuzatayotganlarga bir kayfiyat, energiya berish uchun. Mana O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqdi. Bu to'g'risida endi gapirmasak bo'lmaydi. Portugaliya va o'sha bir qancha boshqa komandalar bilan o'ynashi aniq bo'ldi hozir, to'g'rimi? Yana bitta komanda bilan o'ynashi. Uchinchi Kongo bo'lsa kerak. Shu kichkinagina yarim daqiqami, 40 soniyami qanaqadir bir Portugaliya bilan bo'lishi mumkin bo'lgan o'yinni bir sharhi mayli, hali futbolchilar taxmin. Siz
prognozlaringiz zo'r chiqarganu bitta bir sharhlab 2-3 ta gol urdirib yuboring. o'zi to'g'risini aytaman. Yaxshi fikr, yaxshi g'oya bu ham, lekin hozir afsuski, ming afsuski, butun yana o'sha sharhlovchilar ichida, juda ko'pchilik futbol ishqibozlari ichida, juda ko'pchilik futbol mutaxassislari ichida yagona bo'lib turgan insonlardan biriman. Avvalambor yaxshi niyat qilish kerak, O'zbekiston yutsin. Meni taxminlarim o'zini oqlamasin, lekin vaziyatga real qarashimiz kerak. Jahon chempionatiga chiqqanimizning o'zi juda katta gap. Sharhlab beraveramiz. Endi qisqacha bir parcha ko'pchilik taxminlar so'raganda bunaqa taxminlarni bildirish noto'g'ri bo'ladi. Lekin men hozircha O'zbekiston milliy terma jamoasini kuch darajasi jihatdan Portugaliyaga ham, Kolumbiyaga ham, hattoki Kongoga ham teng kela olishiga ishonmayman. Bizga hali vaqt bor. Jahon chempionatiga chiqqanimizning o'zi juda katta gap. To'g'ri, Eldor Shomurodov hozir futbolchilar eshitsa mendan xafa bo'lishadi. Shu bois ham xafa bo'lmaylar. Bu haqdagi fikrlarim yana aytaman, o'zini oqlamasin. O'zini oqlamasin. Iloyim fikrim o'zini oqlamasin, lekin hali men O'zbekiston milliy terma jamoasini bunaqa darajadagi, bu eng og'ir, eng yomon qura bo'ldi. Qur'ani ko'zi ko'r deyishadi. Rostdan ham ko'r ekan. Boshqa jamoalar tushganda men aytardim, o'sha sharhlab ham berardim. Lekin hozir Portugaliya tushyaptiki, u Ronaldusiz ham zo'r o'ynaydigan jamoa. Kolumbiya butun Janubiy Amerikani titratib yuborgan jamoa. Hozir endi Kongo chiqadi u yerdan. Kongo Afrikada manaman degan, Nigeriya manaman degan jamoalarni mag'lubiyatga uchratgan terma jamoalar bilan avvalambor chiqsin. Chunki 3-terma jamoa ham nechtadir chiqadi. Lekin mayli bir boshlanishini qanaqadir bir mana maydondamiz Meksikada bo'lar ekan. Gol urguncha deydi. Qadrli futbol ishqibozlari, demak O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari o'zlarining birinchi tarixiy o'yinlarini boshlashmoqda. Raqibimiz Kolumbiya terma jamoasi a'zolari. Birinchi uchrashuv aynan kolumbiyalik futbolchilar bilan bo'ladigan bahsga to'g'ri kelmoqda. Albatta biz bugun yigitlarimizdan barchani xushnud etuvchi natijalarni kutib qolamiz va diqqat e'tiborni o'yinga qaratamiz. Uchrashuvning 7-daqiqasi davom etyapti. Jaloliddin Masharipov to'pni Eldor Shomurodovga yetkazib berdi. Eldor Shomurodov birinchi o'yinchini aldab o'tmoqda. Ikkinchisini zarba va to'p darvoza to'rida. O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati bahslaridagi birinchi goli. Qoyil. Rahmat. Bu yaxshi. Menimcha bundan oldingi prognozingiz yuvib ketdi. Lekin boya bu savol bermoqchi edim o'zi, nima deydi? O'zbekiston terma jamoasi qanday o'ynaydi deyapti? Hozir o'sha savolga ham javob berib bo'ldi. Shu yerda qolishimiz kerak, chunki keyin 2 gol o'tkazib yuboramiz. Mana shu yerda to'xtatamiz. Davomli 2026-yilda kuzatamiz. Meksika maydonlarida bo'ladi mana shu o'yin. Xudo xolasa nasib qilsa hali yana suhbatlarimiz sizlar bilan davom etadi, chunki mana Bahodir bilan juda ham yaqinmiz. Hali Bahodirdan o'rganadigan ishlarimiz bor. Mana sizlar bilan ham yaxshi bo'ldik. Xudo xolasa hali oldinda yana sizga ham rahmat kattakon. Rahmat kattakon. Hurmatli kuzatuvchilar, demak bugungi podkastimizni yakunlaymiz. Vaqtli hakam o'tdan podkast va biz Murod aka Rizayev bilan o'tdan gaplashdik. Suhbatimiz endi kam bo'lib qoldi. Xudo xohlasa yana kelajakda qo'shimcha suhbatlar bilan yana ochilmagan qirralarni ochib olamiz. Demak, mikrofon oldida Ulug'bek Mamatxonov va Bahodir Ubaydullayev bo'ldik. Va mehmonimiz Murod aka, sizga kattakon rahmat. Kelganingizga rahmat. Ishlaringizga omad. Xudo xohlasa obunachilarimizga salomatlik tilab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr. Rahmat hammaga.